Assalomu alaykum. Cherry Rohata demasdir YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan Cherry Ariza 6 Pro mashinamizni polniy ma'lumotlarni berib o'tamiz va videoni oxirigacha ko'ringlar. Oliy to'lovlari qancha chiqadi? Boshlanish to'lovi eng kami qancha? Nech pul bersanglar oyga nech puldan chiqadi? Trading bormi, yo'qmi? Gentrez bormi yo Cobaltiz bormi? Uni almashtirish shartlari, polniy hammasini ma'lumotini beramiz. Xo'p, Ariza 6 Pro'imiz 3 ta pozitsiyadan iborat bo'ladi. Bu hozir salonda o'tirganimiz 3-pozitsiya, ya'ni intelligent pozitsiyasi. Ko'rg'osizlar, monitorlari, o'zini multi rullari bilan jihozlangan bo'ladi. Va torpedalari ham polniy hammasi koja bo'ladi. Climate control, hamma narsalari bor, tayyor. Olasizlar, haydaysizlar. Barlarni ko'rg'osizlar juda ham neobычный. Беспроводной zaryadkalari ham bor. Telefon qo'yasizlar, zaryad oladi. Sidina obogreflari, orqa salonda ham sidina obogref. Ko'rg'osizlar, richaklari ham boshqacha bo'ladi, joystikli qilingan bo'ladi polniy. Eko va sport rejimda mashinamiz harakatlanadi. 1.5 turbina motor bilan jihozlangan bo'ladi. Rasxotiga keladigan bo'lsak, shahar ichida 8 ta 9 ta orasida. Trassada 5.5-6 tagacha ham tushishi mumkin. Va eng zo'r variant, eng zo'r tomoni mashinamizda lyuklari bilan ham jihozlangan bo'ladi. Bir lyukiga e'tibor berib orasizlar, lyuklari ham bir neobычный, kattagina qilib ishlangan. Sidinalarni ko'rib turibsizlar, sidina ham figuralari boshqacha. O'tirganinglarda sizlar juda ham bir qulay o'tirasizlar, chunki sportivniy qilib ishlangan bo'ladi. Mashinamizni sal tezroq, chunki turbina variant turbina bo'lgani uchun oddiy atmosferniylariga qaraganda yaxshiroq tortadi. Hamma komfortlari bor. 360 gradus kamera, adaptivniy kurs kontrol, полосу движениялari bor. Polniy 360 kamera bo'lgandan keyin oldida va orqada datchik parktoniklari ham bo'ladi. O'shalar bilan jihozlangan bo'ladi. Xo'p, koja, barlarimiz koja, sidinalarimiz koja, mana e'tibor beringlar. Rullarimiz ham kojadan qilingan va rul isitish funksiyalariga ham qo'shilgan bo'ladi. Bu yerdan multimediani ishlatasizlar va bu tomondan, chap tomondan полосу движения va adaptivniy kurs kontrolni yoqsanglar bo'ladi. Mashinalarda yana ham qulayroq yurasizlar. Xo'p, bu tomonida eko va sport rejimlari, 360 kamera, полосу движения bu yerdan ham yoqsanglar bo'ladi. Va torpeda qismiga e'tibor berasizlar, polniy koja bilan jihozlangan. Va laboylarda ham ko'rasizlar, mayda spirallari bor. Chunki qishda kerak bo'ladi, laboyda ham qor tushgan bo'lsa, obogrefni yoqib qo'ysanglar, qor o'zi eritib tushiradi. Shunaqa funksiyalari bilan jihozlangan bo'ladi. Xo'p, mashinamizning ranglari bor. 3 xil rangi bor. Oqi, qorasi va mokra asfalt rangi bor. Oqi, qorasi. Boyga aytib o'tganimdek, mashinamizda 360 gradus kamerasi bor va zadniy kamera bilan jihozlangan bo'ladi va datchik parktoniklari ham bor. Mashinamizning bagaj sig'imini ko'ryapsizlar, 480 litr, ya'ni kattagina bo'ladi. Zapaska ballonlari bilan ham jihozlangan, domkrat qiluvchi hamma narsasi bor. Propan qo'yadigan akalarimiz uchun ham bemalol propan qo'ysa bo'ladi. Xo'p, mashinamizni hozirgi paytda olish shartlarini sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Agar mabodo eng kami nech pul bilan chiqadi deydigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, eng kami avtokredit asosida 15% boshlanish to'lovi qilish kerak bo'ladi. Qolgani 5 yilgacha. Uni avtosalonga kelsanglar pasport tekshirib ko'ramiz, xudo xolasa qilib beramiz. Yoki-da akalarimiz o'ylashi mumkin, meni Gentram bor, yarmiga yetadigan yoki bo'lsam Cobaltim bor deydigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, mashinamiz narxi 279 million 900 ming so'm bo'ladi va buni yarmini berishadi, 139 million 950 ming so'm. Va shuni 5 yilga foizsiz qilib beramiz. Ya'ni 2 million 332 mingdan oyma-oy foizsiz o'zini puliga chiqadi. Mana 0% bilan rassrochkalar so'ragandinglar, mana rassrochkalarimiz ham tayyor. Agarda akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, boshlanish to'lovisiz qanaqa sharoit qilib bera oladi bu rohat deydigan bo'lsalar, boshlanish to'lovisidan variant qilsa bo'ladi. Ya'ni uy yoki bo'lmasam joyi zalog qo'yib berasizlar, hech qanaqa pul bermasdan mashina xarid qilasizlar. Bo'ldi. Shugina shartlari. Ertalabki soat 9 dan kech soat 8 gacha ish vaqtimiz, 6 gacha test taraflarimiz bor. Bitta pasport bilan kelasizlar. Bemalol haydab ko'rib xarid qilsanglar bo'ladi. Hurmatli obunachilar, agar savollar bo'lsa pastda izohlarda yozib qoldiringlar. Biz sizlarga aloqaga chiqamiz va sizlarni Cherry Rohata demaslarga kutib qolamiz.